Assalomu alaykum saxovatpesha insonlar. Biz shu video murojaat qilishimizdan maqsad oshnamiz, sinfdoshimiz Mirzayev Abazbekka ozgina bemorlik bo'lib qoldi. Jigar sirroz tashxisi qo'yildi. Bu jigar sirrozi ham oxirgi etapda ekan. Shu video murojaatimizdan maqsad shu bolaga ozgina ehsonlaring bo'lsa yoki bir oilasini quvonchiga bir sherik bo'laman degan savob umida bo'lgan insonlar uchun chiqarilyapti. Bu Mirzayev Abazbek 1986-yilda tug'ilgan, Shahrixon tumani Sohiyobod mufeyda joylashgan manzili. Oilada yagona boquvchisi, ota-onasi pensioner, oilada bitta o'g'il, 3 ta voyaga yetmagan go'dagi bor. Shunga bu yigitni Hindistonga olib bormasa bo'lmaydigan holatda ekan. Sizlardan iltimos qilamiz, shunga o'z hissalarini qo'shishlaringni. Bu bolada ham o'zida bor, budini qirishtirib, mashinasi bor, mol-holi bor, hamma yo'g'ini qirishtirib sotganda ham shu 10 ming atrofida chamalanyapti puli. O'shunga harakat boshlandi. Yana unga bir 20 mingga yaqin pul kerak. Sinfdoshlari, qo'ni-qo'shni, mahallaga qarindoshlar ham harakatda. Sizlardan iltimos, musulmonlar, saxovatpesha insonlar o'z hissalarini qo'shinglar, shu oilani quvonchiga, kelajagiga, farzandlarini Xudo xolasa boqib, tarbiyalab, O'zbekistonning manfaati uchun o'z hissasini qo'shadigan bolalar qilib yetishtirishiga bir sababchi bo'lib qolaylik. Ilohim jannatlarda hammasini Xudo xolasa mukofotlariga olamiz. Bu oshnamizni rezultatlari qo'limizda ko'rdik. Analizlari juda og'irroq holatda, zudlik bilan tez harakatda Hindistonga olib borsak, inshaalloh maqsadimizga erishamiz. Biz bu bolaning nomiga plastik raqamlar ochilgan, quyida qo'yamiz. Plastik raqamlarni o'zini nomiga ochilgan. Shunga qancha qo'llaridan kelsa, bir ehson tariqasida bir o'zingizlarning hissalarini qo'shishlarini iltimos qilib qolamiz.